Uyghur tibabeti özgü xas tibbi ilim nazariysi ve davalaş ameliyatiga ega bo'lib, u elimizning tibbi ilim madaniyat xazinasida nihoyat muhim o'rin tutadi. Uyghur tibbi ilim xizmatchilari uzoq asrlik tarixiy taraqqiyot jarayonida o'ziga xos davolash usulini yaratib, elimizning tibbiy ishlari va sog'liqni saqlash ishlarida nihoyat muhim rol o'ynagan. Şinjan Xalq Sayya Nashriyati davlat ve avtonom rayonning zo'r kuch bilan qo'llashi, Uyghur tibbiy ilm mutaxassislari ve olimlarining hardim taldim demasdan uzoq mezgillik tirish davomida Uyghur tibabeti klassik asarlardan iborat 12 tomlik bu asarni nashr qilib taqatdi. Bu asar avtonom rayon shundaqla Davlat axborot nashriyat bosh mahkamasining e'tirof qilishiga va qoyilligiga erishdi. Tövende biz Uyghur tibabeti klassik asarlari ustida elib berilgan suhbatimizni ko'rman do'stlarning huzuriga sunamiz. Bugungi bu suhbatimizga ikki aziz mehmon qadam tashrif qildi. Bular Şinjan Xalq Sayya Nashriyatining boshlig'i, bosh muharriri Pattar Mahmud Efendi. Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Uyghur Tibabatchilik, Doğrugarlik tadqiqot o'rnining muavin boshlig'i, oliy muharrir İhsan Emin Efendi. Toplagan bilimlerini, tecrübelerini koşup onu beyitkan. Uyghur klassik edebiyatdan qo'shilib Uyg'urning uch go'ri ta'riflangan. Shu orqali eng haqiqiy hisobda tibobatchilik madaniyatimizning davom etishini maqsad qilgan. Endi biz kundalik turmushimizda mush tibobatchilik, Uyghur tibobatchiligi degan atalg'alarni doim uchirtib turamiz endi. Endi siz Pattarka mush fursatda mush insonlarda tibobatchilik faoliyatining qandaq boshlanib, qandaq rivojlanganligi, shundaqla Uyghur tibobatchiligining ahvoli to'g'riliq qisqacha bir tushuncha berib o'tgan bo'lsangiz. Tarixshunoslar jumladan mushu dunyo medisinasini izchil tadqiq qilib kelayotgan Rus olimi Pavlov tibobatchilik dunyoga insonlar paydo bo'lishi bilan teng paydo bo'lgan deb qaragan. Chunki insonlar paydo bo'lgan chog'da ular har xil tabiiy ofat, kasalliklar ham shu tekrar o'lim yetim ishlarga uchrashib, o'zlarini jismoniy jihatda qo'dashning zo'rligini bilib, tadrijiy holda tibobatchilik o'zini saqlash choralarini ijod qilgan. Bu haqda bizning marhum Uyg'ur olimimiz Abdushukur Mamtiminmi Farabiyninki asarlarini tekshirish, tadqiq qilish asosida tibobatchilik faoliyati insonlar hasharotlarning chiqib o'lishidan saqlanish uchun badallariga seg'izlarni surkib olishdan boshlangan degan o'tir qo'ygan. Endi mushu nuqtalardan deb aytganda, shu tibobatchilik dunyoda har qanday bir ilmdan baldur paydo bo'lgan deb qarashga bo'ladi. Ham Uyg'ur tibobatiga kelsak, Uyg'ur tibobatimi shu Uyg'ur xalqining uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida o'zlarininki amaliy tirishchanligi bilan hayotligini saqlab qolish, uni davomlashtirish ehtiyojlariga asosan o'sha o'z yashayotgan muhitning tabiiy sharoiti, tabiiy boyliqlardan foydalanib o'zining tibobatini shakllantirgan, ya'ni ijod qilgan. Ham dunyoning har qaysi joylaridan yıqqan, toplagan bilimlerini, tecrübelerini koşup onu beyitkan. Ama şundan qaraganda biz şu Uyghur tibobatchiliginin mevcutluğunu Uyghur halkının mevcutluğu bilen xuddi qon bilan go'shtdek munosabat bo'lib kelgan deb qarasak bo'ladi. Demisam Uyghur tibobati Uyg'urlarningki klassik muzikasi bo'lgan 12 muqami, Uyghur klassik edebiyot bilan qo'shilib Uyg'urning uch go'ri deb ta'riflandi ekan. Mushuninki endi shu Uyg'urlarning uch go'rining bir bo'lib qolishida, ama shu Uyg'ur tibobat ishlarining hamdi. Buni nimani ko'z tutgan bo'lg'aydi xalqimiz. Uyg'ur tibobatchiligi Uyg'ur xalqininki madaniyat meroslarining birisi. Shuning bilan birga u tibobatchilik tadqiqoti yoki bo'lmasa tibobatchilikning davom etishi orqali
şu bir milletning yoki bo'lmasa o'pchirsiz yashayotgan qarindosh millatlarga ta'sir ko'rsatish orqali shu bir muhitda yashayotgan, shu bir joyda yashayotgan xalqning tan saqligi kapolat qilish orqali ularning kasallikning oldini olish, ularning saqligini saqlash, ularning nasl qoldirishi, sog'lom nasl qoldirish orqali avlodlarni ko'paytirishdan iborat bu xil istakka yetishdagi orzusi tibobatchilik orqali ifodalandi. Agar tibobatchilik ilmi bo'lmasa, saqliq bo'lmaydi degan so'z. Saqliq bo'lmagandan keyin bu shu qavmningki ko'payishi o vujudga chiqmaydi. Shunlashqa bizning Uyg'ur xalqimiz hamda tibobatchilikni mushu fanlar ichidagi muhim fan qatorida azaldan shunda to'nib kelgan. Qadimdan tortib bizningki mushu Uyg'ur ajdodlarimiz qurgan madrasalarda bo'lsin yoki bo'lmasa bizning oqsoqollarimiz o'zlari shogird tarbiyalash orqali ularga ilm o'rgatish jihati bo'lsin, tibobatchilikni shuning ichidagi muhim o'rganilgan bir fan qatorida to'nib kelgan. Buning moddiy asosi qayerda degan chog'da u shu Uyg'ur millatimizning tibobatchilikning bir madaniyat nuqtasidan to'nish emas, uningdan boshqa yana madaniyatning texnik kengaygan qatlami sifatida avlodlarimizning ko'payishi, tarixni davom etkazish uchun bir muhim ko'rikli kasbda to'nig'ashqa, uning ahamiyatini to'nib yetkazishga tibobatchilik bergan ahamiyati zo'r bo'lgan va tibobatchilik fenining taraqqiyoti bizga yetib kelishga bir asos bo'lib qolgan. Unda qolganda Ehson apandim, siz shu ko'z oldimizda turgan 12 tomliq Uyg'ur tibobati klassik asarlari degan mush kitobningki bekitish xizmatiga mas'ul bo'lsiz. Mush kitobni bekitishda endi qanday prinsipni asos qildinglar? Bu kitoblarningki tuzilishida oldi bilan Uyg'ur tibobatiningki klassik asarlar ichidan birinchi qitimda zo'r turkumlab, zo'r hajmlab chiqqan emgak bo'lg'ashqa oldi bilan qutqizilishga tegishlik va nopuzi yuqoriroq bo'lgan kitobning mazmuni qurilmasi bir qadar mukammal bo'lgan kitoblarni tanlash asos prinsip qilindi. Uningdan boshqa, buningda Uyg'ur tebiblarimiz yozgan kitoblar oldi bilan shu klassik asarlarning to'plamiga kirgizildi. Buningdagi maqsad tibobatchiligimizning azaldan Uyg'urlar ichida bir nurg'un yillik izlanish, tadqiqot orqali yetishib chiqqan bir fan ekanligini isbotlashga bir nazariyaviy asos bilan birga bir amaliy faktni ko'rsatib bera oladi. Uningdan boshqa buningga yana yaqinqi shu 13-asrdan 19-asrgacha bo'lgan Uyg'ur tibobat klassik asarlari zo'r salmoqni egalladi. Bunda bo'lishga maqsad mushu jarayonda bizning tebiblarimizningki yozgan kitoblarning bizga yetib kelishi bir qadar ko'p bo'lgan. Ikkinchisi, bu kitoblarning ichida Chag'atay Uyg'urcha, Chag'ataycha yozilgan kitoblar asosli o'rinni egallaydi. Bu bizning tarix manbalaridan izlashimizni talab qilmagan asosdilar. Uyg'ur manbalaridan yoki Uyg'ur tebiblari yozgan kitob ekanligiga bevosita dalil isbot bo'la oladi. Bizning tarix manbalarimizni Uyg'ur tibobatchiligininki nurg'unlagan idealari, davolash usullarining Ipak yo'li orqali boshqa qarindosh millatlarga o'tganligi, ularning tarafidan qabul qilinganligi. Shundaqla ularning bir qism munavvar bo'lgan davolash usullarininki, tajribalariniki bizning tibobatchiligimizni, ya'ni o'zimizning tibobatchiligini beyitishda ma'lum ta'sir ko'rsatganligi bu inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat. Shunlashqa biz mush asarlarning ichiga, ya'ni mush atrofimizdagi tibobatchilik ahillarimiz foydalanib so'yib o'qigan bir qism kitoblarni kirgizishni to'g'ri topdik. Shu Uyg'ur tibobat klassik asarlarini hozirgi zamon tilida nashr qilish xizmatida biz birisi Uyg'ur tibobat qadim asarlarini qutqizishni, ikkinchisi asarlarning asli ideyasiga varislik qilishni, uchinchisi mushu asarlarimizningki o'z vaqtida avlodlarimizning qo'liga tegishini, jamoatchilik bilan yuz ko'rishini, shu orqali eng oxirgi hisobda tibobatchilik madaniyatimizning davom etishini maqsad qilib qo'ydik. Sizlar cho'qim nurg'un qiyinchiliklarga yo'liqdinglar, nurg'un xizmatlarni ishladinglar. Qo'g'dab turib ishlaydi. Bizning tibobatchiligimizning bugungi kunga yetib kelishining moddiy asosi. Albatta kerak shundaq bir 12 tomlik kitobningki nashri qilinib, ko'rman do'stlarningki va o'qirman do'stlarning qo'liga yetib kelishida oz bo'lmagan ajr mehnatlar bo'lgan bo'ladi albatta. Undaqda Batarapandim endi mush 12 tomlik Uyg'ur tibobati klassik asarlari nomliqmish yirik asarni nashr qilishda sizlar cho'qim nurg'un qiyinchiliklarga yo'liqdinglar, nurg'un xizmatlarni ishladinglar. Endi mushu nashr qilinish jarayonida yo'liqqan mush qiyinchiliklar va uni qanday hal qilganligingiz haqida ko'rman do'stlar bir narsa degan bo'lsangiz. Birinchisi bu asarlarni to'plash va saqlash. Bu asarlar
Gerçi bir qismlari shu tadqiqot o'rinlari, Uyg'ur tibobat asarlarini ratlash, to'plash ishg'ollari qatorliq o'rinlarda saqlangan bo'lsa-mu, mutlaq ko'p qismi yani xalq orasida. Buni yig'ish masalasi. Biz bir uchurni anglagan aman darhol shu joyga berib so'zlashib, shu kishilar bilan fikrlashib, to'plash asos qatlamga tushib to'plash to'g'ri keldi. To'plagandan keyin saqlash masalasi. Endi bizning shu kishilarimiz agar saqlagan bo'lsa-mu, uni qimmatli bir mulk qatori saqlagan bo'lsa-mu, saqlash usullariga diqqat qilgan. Tutilgan, puchilgan, chirigan ahvollar bo'lgan. Yana bir tarafi buni yutib ketishdan saqlanish to'g'ri keldi. Bu chunki kishilarning qo'lida faqat bir nusxa, qo'l yozma bo'lg'achqa ya ikki nusxa bo'ladi ekan. Yutib ketsa, bu manbaimiz yo'qaydi. Biz qilmoqchi bo'lgan maqsadga yetolmaymiz. Ayrim bir yerda ishxona ajratib odam ko'p kirib chiqmaydigan. Faqat shu tahrir mutaxassislarimiz qatnashadigan. Shular kirib chiqadigan, boshqa odam kirib chiqmaydigan. Mushundaq bir tadbirlar bilan qo'g'dab turib ishildik. Yana bir nuqtadan bu tarjima masalasi. Hozir bu shu topgan bizning asarlarimiz arabcha, farscha, Chag'atay tili, Chag'atay Uyg'ur tili, farscha, urdu tili qatorliq tillarda yozib qoldirilgan ekan. Hozir endi ham shu til biladigan, ham kasb biladigan odamlar ko'p emas. Bundaq tarjimonlar qo'shinim yo'q ekan. Dastlab qadamda bir 10 necha odam tepib kelib tarjimaga soldik. Mushularning ichida faqat 3 odamniki tarjimasi bizning nashr o'lchimiga yetadigan deb qarab shu 3 odamni ishlatdik. Bu bizniki shu nashrdan chiqish sur'atimizga cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Hamma yana bir 3-masala deb kelsak, buning qandaqdir bir qadimiylik, atalg'ular masalasi va jumlan ifodalash uslublari hozir o'xshamaydi. O'xshamaydi ekan hozir bizning hozirgi zamon Uyg'ur tiliga. Buni o'lchamlashtirib bizniki shu hamma odam ko'rib tushuna oladigan holatga yetkazish masalasi. Hozirgi zamon Uyg'ur tiliga hozirgi zamon holatga yetkazish. Bu jihatdan nurg'un qiyinchiliklarga uchirdik. Dastlabda tarjim qilg'izib akagan asarlarimizni tahrirlarga o'rinlashtirganda 3 oygacha hech qanday ish qilmadik. Oxiri ikkinchi qatim yana bir turkum mutaxassislarni yig'ib keldik. Ikkinchi qatimda 7 odamni olib kelib, bir tahrir bilan bir mutaxassisni birlashtirib o'tag'izib, a tarjimani a mutaxassislar ko'sul tushunadi ekan. Lekin biz tushunamidik. Bu mundaq degan emasmi? Ma degan andaq degan o degan tahrirlar o'tirib, andaq shu gapni deb beraman boshqada yozay. Deb o'tirib, xuddi boshqadan tarjima qilgandek yozib maqdik. Atalg'ularni birlik keltirish. Uni qadimiy atalg'ular ko'nlar. Hozir endi shu chaqlarda besilib qolgan, uzilib qolgan o atalg'ular surilib kelmaganda hozirgi zamonga. Bu shunday jihatlarda yana biz mutaxassislarni taklif qilib, dars o'tkazish yoki birga jam qilib, shu atalg'ularni birlik keltirib, qayta ratlab chiqib, tahrir shu mutaxassislarimizga, karakterlarimizga taqib berib, bundaq ishildik. Bumi bizning shu nashrdan chiqarish sur'atimizga ta'sir ko'rsatdi. Endi yana bir nuqta, shu kitobning o'zining ko'rinishini, nashrdan chiqqan tutlangan nusxasini qadimiylikni saqlash o'yida buni hatto qog'oz ishlatish jihatlari bu. Shu qadimiylikni saqlashni o'ylab, biz bu qog'oz ustida, muqovlaylash ustida ko'p izlandik. Izlanib, loyilab chiqqan narsamiz hamda shu holat keltirish uchun ranglik qilish to'g'ri keldi. Bundaq bo'lgan ekan, buning tanlarga eshib ketdi. Tanlarga eshib ketgandek bizning hozirgi iqtisodiy kuchimiz kuchilishib bo'lmaydi. Garchi hamda buni hamda davlat fondidan 1.200.000 ta'minladi. Buning chiqimi shu bir qismi bo'ladi. Buni oxiri Şinjandagi shu bosma zavodlari niki basi bilan ishkirnikini selishtirib biz 3 joyga berib, masalan Shanxay, Beijing qatorliq joylarga berib, zavodlar bilan so'zlashib, shu besish jarayonidami nurg'un jarayonlar ketdi. Eng oxirida Beijingda bostirdik.
Beyjin'de bastırıp, birinci Türk'ün bastırılan vaxtımızda 4 adam berip şəhədə yetip zavoddan. Yetip durup şunu süpetli kapalatlı kılış için. Mükemmel, süpetlik çıkışıga kapalatlı kıl oldu. Ondaqda İhsan efendim siz şu Uyghur tibabatçilik, doğrugerlik tadqiqat o'rnida ishlayotganligini ayt uzun yil o'pdi. Mush jarayonda siz şu Uyghur tibabati klassik asarlarini tadqiq qilish, taraqqiy qildirishning zarurligini qaysi nuqtalarni his qildingiz? Növbətdəki tədqiqatın çonquruluşuna erişib, biz şunu çonqur his qıldıq ki, Uyghur tibabatçı qədim əsərlərinin tədqiqatı, əsərinin içində sözünü atqan məzmunun tədqiqatı. Yani şu eserinin ki bizge yetip gelişiyle oynayatkan medeniyetini davamlaştırış rolü. Onundan başka bu eserlerinin ki tüpleniş cihetten bulsun, kağıt cihetten bulsun, her cihetten bizge yetip gelgen bir maddi baylık süpütüdür tədqiqatı. Onundan başka yani bu kadim eserlerinin ki özünü, bu eserinin özünü kandak saklap qoğdaş tədqiqatı katarlık nurgulluğun dairələrə çetildi. Onun məzmununu ne için tədqiq qılımız? O məzmunun tədqiqatı bizim tibabatçiligimizin bugünkü günə yetib gelişinin maddi asası. Şununla birgə yana hazırki tibabatçilik davalaş işlərimizdeki davalaş usullarımızı ölçemləşdiriş. Mesela bu ölçemləşdiriş degen çağda Uyghur tibabatçiligində kesellikni zat qandaq davalaydı. Onun için qandaq diagnoz koydu o kesellikке. O bimarının mizacını qandaq ayrıydı. Bimarının tomurunu tutup kesellikni qandaq bilidi. Onun qaysi doğrularını berdi. Ma'lum kasallikdagi bemor nem doğrularını yeyish kerak, yoki bo'lmasa qaysi yemeklarni yeyish kerak, qaysini yemaslik kerak. Kutunish muhit jihatda nimalarga diqqat qilish kerak. Qatorliq nurg'un masalalarni mushu klassik asarlarimizdan izlanish orqali bizga nurg'unlagan yangi bo'lgan tadqiqot uchurlari bilan ta'minlaydi. Demak bu bizningki qadim asarlarninki mazmun jihatdagi tadqiqot. Ondan başqa mushu qadim asarlarimizningki qo'g'dash tadqiqoti. Bu qanday qo'g'dash tadqiqoti degancha hozir chirish, buzilish, undan boshqa uningki qog'oz varaqlarniki kislotalik darajasi eshib ketish, undan keyin yo'qolib ketish, qo'ldan qo'lga o'tish jarayonida yo'qolib ketish yoki bo'lmasa hayonkashlar tarafidan elib setilish orqali u o'z qiymatini joriy qildirilmaslikda chet ellarga chiqib ketish yoki bo'lmasa boshqa bir foydalanuvchi, yomon g'arazli foydalanuvchilarning qo'liga tushib ketish qatorliq shunday oqibatlarga kelib qoldi. Demak, endi bu yerda qadim masalalarning ichidagi bir qadim masala o'zini qo'g'dash tadqiqoti kelib chiqdi. Uyghur tibobat qadim asarlari shunday qutqizish, raddlanish, oldimizda turayotgan 12 tomlik asarga o'xshash chiroyli ko'rkamlik holatda jamoatchilikga yuz ko'rish fursatiga erishyapti. Lekin yana qo'g'dashga tegishli nurg'unlagan asarlarimiz el orasida, xalq orasida saqlanib turyapti. Ularning saqlash usuli qatorliq jihatlarda nurg'un masalalar bor. Bu jihatdagi tadqiqotimizni cho'nqurlashtirish to'g'ri keldi. Sizning mush jarayondagi istiqbollaringiz nima? Qadim asarlarimizni hozir qilish uchun xizmat qildirishning muhimligini to'lib berdi. 80 yillardan boshlab Uyghur tibobat qadim asarlarini izlab cho'nqurlashdi. Patrapatim endi 12 tomlik Uyghur tibobat klassik asarlari degan so'ra hajmdagi kishilik asarni nashr qilish ishiga siz bevosita ishtirok qilibsiz. Sizning mush jarayondagi istiqbollaringiz nima bo'ldi? Qadimiy asarlarning asl nusxasini ko'rgan chog'imda bu ajdodlarimizniki o'z bilimlarini keyingilarga yetkazish uchun qilgan ajrlaridan so'yindim. Ham shu tarjimasi bitib nashrdan chiqqan kitoblardan uning ichidagi yangi bilim nihoyatda mazmunliq mo'l mazmunlarni ko'rganimda ondan şu bizniki şu ajdodlarimizning, ota-bobolarimizniki ve aql parasitidan tig'im suyundim. Şuning bilan men şu Uyg'ur tibobat asarlarini nashr qilishga bo'lgan qizg'inligim tig'im ochdi. Qadim asarlarimizni hozir qilish uchun xizmat qildirishning muhimligini to'lib yetdim. Hozir yana davomli ishlash maqsadida biz yana to'playapmiz. Hozir qo'limizda şu qadimiy asarlardan yana 60 ta chiqadi. Bir qismini tarjimasini ishlatib bo'ldik. Tahrirlik xizmatlarini ishlayapmiz. Yana bir qismini davomli tarjima qildiryapmiz. Biz ham mushu jarayonda men yana mushu asarlarimizni o'zimizda cheklanib qolmay, xanzo tili, ingliz tili, hatto undan boshqa tillarga tarjima qilib,
dunyoga tuntish insonlar uchun butun insonlar uchun xizmat qildirishning nihoyat zarurligini his qildim. Qatarka hamda mush kitobni tuzish davomida, nashr qilish davomida asli qo'lyozmasini rasmga tortib, shuning bir qismlarini shu kitobga kirgizib qo'yishni o'ylashmadinglarmi? O'ylashdik. Biz birinchi qadamda nashrdan chiqarganimiz faqatla shu asarniki tarjima nusxasilar. Biz ikkinchi qadamda faksimil nusxasini yonga berib, uni rasmiy bekitmadik. Bir o'zimiz shu tadqiqot o'rinlari bilan maslahatlashib ish qilmoqchi. Oldimizda yana bir qism asarlarni tayyorlayapmiz. Bir batga asl nusxa, bir batga tarjima nusxasini berish. Yoki bo'lmasa 20 butunlay shu tarjima nusxasi, 20 asl nusxasi. Bu shakllarni tegib bekitmadik. Biz yaqinda shu narsani rasmiy bekitgandan keyin biz davomli shu shaklda yana chiqaramiz. Demak, bu ishni qilisizlar. Orasiq asl nusxasi qistirindi degan kirgizilgan gap. Uningdan boshqa mushu asarlarni yo'qolib ketishini oldini olish uchun yaqinda yana biz shu asarlarning asli bitim o'z bitim saqlash qiymatini nazarda tutib yana bir nashrdan chiqarmoqchi. Ehson apandim hamda shu Uyg'ur tibobat klassik asarlardan iborat bu qimmatlik madaniy merosni to'plash, ratlash, qizish xizmati qachondan boshlangan? Hozir to'plangan asarlarningki yil davri qachondan boshlangan deb qarashga bo'ladi. Tibobatchilik qadim asarlarning tadqiqotini shu ajdodlarimizdan boshlab hisoblashga tamoman bo'ladi. Endi bizning yaqinqi zamondagi tadqiqotimiz yoki bo'lmasa hozirgi zamon Uyg'ur tibobat qadim asarlarining tadqiqoti ustida to'xtalgan vaqtimizda Yangi Jongo qurilgandan keyin 1954-yili markaz mushu jongi tibobatchilik asarlarini qo'g'dashga aloqador bir belgilam chiqargan. Shunning turtkisida har qaysi osonlik millatlarning qadim asarlari, bu tibobatchilik asarlarini qo'g'dash xizmati boshlandi deb aytishga bo'ladi. Gavdlik bo'lgani 1980-yillardan boshlab Uyg'ur tibobat qadim asarlariniki ustidagi izlanish tadqiqot cho'nqurlashdi. Hozirgi zamon tadqiqotimizda islohot ichib o'tishdan keyin jush urib rivojlandi deb aytsak bo'ladi. Hozir navbatda bo'lsa degan chog'da Uyg'ur tibobat qadim asarlarining tadqiqotiga nisbatan hukumatimiz intayin zo'r darajada mablag' va siyosat xarakterlik yo'lashni olib beryapti. 6-tomida Tomur haqidan aytishki tushunchalar berilgan ekan. Tomur tutib, diagnoz qo'yish usuli nihoyat uzun tarixga ega. 12 tom asar faqat mushu xizmatning boshlanishini deb qarashga bo'ladi. Undaqda biz mush kitobningki ichiga kirgizilgan bir qism mazmunlarni bir o'qib andan shu yoqdagi bir mulohazamizni qilib baqsaq. 4-bob tomurning turlari. Tomurning turlari 7 xildir. Birinchisi yurak bilan tomur orliqqa qarab ayrilgandir. Uni tomur harakatidan izdigay. Uning turlari uzun, qisqa, keng, inchka, cho'ng, kichik, egiz, past, mo'tadildan iboratdir. Ikkinchisi tomurning quvvati va harakatidan izdigay. Uning turlari kuchlik, ojiz, mo'tadildan iboratdir. Üçüncüsü, tomurning uzun, qisqa, tez, asta ve mo'tadildan iborat 3 xildir. Dördüncüsü, buni tomurning vaqti ve to'xtashidan izdigay. Beshinchisi, tomurning kayfiyatidan izdigay. Soğuk, issiq, qattiq, yumshoq ve mo'tadildan iborat 5 xildir. Oltinchi türüne tomur ichidagi qonga aralashgan ruhdan izdigay. Uning turlari to'shuq, bo'sh va mo'tadildan iborat 3 xildir. Yettinchisi, tomur harakatining tez yoki agirligidan izdigay. U tez, qarma-qarshi, tartiblik, ritmsizdan iborat 6 xildir. Ritmsizni arablar raddiya ul vazni deb atur. Demek endi shu Uyg'ur tibobati klassik asarlarining 6-tomida
tomur haqqida aytib inchki tushunchalar berilgan ekan. Mush Uyg'urlarda shu tomur tutishdan iborat bu kasal ko'rish tarixi nechinchi yillardan boshlangan. Buningki shu boshlanib hozirga qadar aralıqda buningki mush tomur tutishningki shu kasal ko'rishdagi roli ahamiyati zot nagacha mush haqda birinde paydo bo'lsangiz. Uyg'ur tibobati klassik asarlardan va bizga yetib kelgan yozma manbalardan qaragan chog'da Uyg'ur tibobatchiligida tomir tutib diagnoz qo'yish usuli nihoyat uzun tarixga ega. Oldimizda turayotgan bu kitoblardan ilgirki tarixlarga nazar solsak, bizningki Uyg'ur ajdodlarimiz islom diniga kirishdan burunqi bizga yetib kelgan vasiqalarimizda yozma xotirlardami tomir tutish bilan shug'ullanganligi haqida ma'lumot bor. Demak, bu tomir tutish bizning hozirgi qo'limizga yetib kelgan klassik asarlardan necha yuz yil, hatto necha ming yil burun boshlangan deb aytishga bo'ldi. Tomir tutish Uyg'ur tibobatchiligidagi kasallik davolashdagi nihoyatda bir muhim vositalarning birisi. Tomir tutish va tomirning turlari haqida tabiblarimiz intayin burunlar bu ko'plagan ijtihodiy tadqiqotlarni olib borgan. Nima uchun mushundaq ilg'or saymonlar, ilg'or davolash, diagnoz qo'yish apparatlari doktorxonalarimizga nurg'un turkumlar kirib bo'lgan zamondami, ya'ni tomir tutish o'zining ahamiyatini yo'qotmadi degan bir nuqta bizning xalqimizni qiziqtirishi mumkin. Bu yerdagi asos nima degan chog'da tibobatchiligimiz bemorlarningki yoki biz kasallanuvchining mizojini ayirib turib kasal davolaydigan tibobatchilik. Ya'ni bunday aytgan chog'da bu bir tajriba tibobatchiligi. Hargizmi tajribaxon tibobatchiligi emas. Bu necha ming yilda yoki bir kasalliklar ustida olib borgan davolash, tadqiqot ishlari, saqliq saqlash jihatida olib borgan faoliyatlarningki yakuni. Bunday aytgan chog'da bir mujassamlashgan bir xulosasi. Bu jarayonda tabiblarimiz yoki ajdodlarimiz tomir tutish orqali bemorning mizojini ayirgan, uningdagi qon tomirining so'qish ahvoli orqali uning badandagi quvvatning kuchli ojizligi, yurak ahvolining normalsizligi va shuning bilan birga tomir tutish orqali, ya'ni qo'lni teriga tekkizish orqali shu bemorning terisining qiziq sovuqligi qatorliq vositalik narsalarni bilib olg'ili bo'ldi. Bu orqali bu bemorda qizishning bor yo'qligi, tomirning harakatining ishtik aslığı arqılıq şu bemorningki mizojini bildi. Endi bunun nisbatan bir qilib yo'q. Bu ko'pligan uzun yillik tajribalar orqali shu tomirning egiz so'qiyotgan, past so'qiyotgan, kuchli so'qiyotgan, ojiz so'qiyotganligini his qilib bilish bu tibobatchilik bilan shug'ullangan tibobat ahliniki zehniga bog'liq ish, tajribasiga bog'liq ish. Xalq orasida usta tebgan deganlar ko'pincha tomir orqali shu bemorning mizojini aniq ayirg'ashqa onun nisbeten bir xil işiniş, onun qo'lda davolanish orqali saqib ketishga bir ishonch turg'izilish mushkil vositadan kelib chiqqan. Undaqdamda shu Uyg'ur tibobati klassik asarlarining 12 tom qilib nashr qilinishi mushkildagi asarlarning nashr qilinish ahvoli ichida endi yuqori palla deb qarashga bo'lgan ahvolmi? Yo'q. Hozir shu Uyg'ur tibobat doğrugar tadqiqot o'rni maxsus shu qadimiy asarlarimizni tekshirib aniqlashga tushib aniqlagan ahvolda mo'ljarida 300 xildan 500 xilgacha kitob bo'lishi mumkin degan qiyosni qilgan. Bu 12 tom asar faqat mushu xizmatning boshlashini deb qarashga bo'ladi. Qadrli ko'rman do'stlar, Uyg'ur tibobati klassik asarlari haqida o'tkazgan suhbat programmamizning bugungi sondagi mazmunlari mushiyada oxirlashdi. Kelar qism programmamizda Uyg'ur tibobati klassik asarlarining davolash amaliyotidagi rol haqida o'tkazgan suhbatimiz huzuringlarda bo'ladi. Xayr xo'sh, salomat bo'linglar.